Alo. O'rtoq Alisa, ana qizing bori senga xiyonat qilib boshqasi bilan yuribdi. Yo'g'i? Nargizmi, Shahlomi? Nargiz. Institutdagimi yo kollejdagimi? Kollejdagi, Chilonzordagimi, Yunusoboddagimi? Sergelidagi. Achki taqib yuradiganimi yo soch kaltasimi? Soch kaltasi bor-u. Voy, biluvdim o'zi shunaqaligini. Nima unaqa qizlar bevafo bo'lib ketyapti? Nima shunaqa sevinch? O'g'lim, telefoning berib tur. Ha? Xo'p, shunday yoqib oling. Xo'sh, qizlarning SMS-larini o'chiramiz, galereyadagi hamma videolarni o'chiramiz, kirgan saytlarimning ro'yxatini o'chiramiz. Xullas, telefonda hech narsa qolmadi, bo'ldi. Mana yondi. Bo'ldi, mana. Soatini ko'rmoqchi edim. Nima? Alo. O'rtoq Alisa, ana qizing bori senga xiyonat qilib boshqasi bilan yuribdi. Yo'g'i? Nargizmi, Shahlomi? Nargiz. Institutdagimi yo kollejdagimi? Kollejdagi, Chilonzordagimi, Yunusoboddagimi? Sergelidagi. Achki taqib yuradiganimi yo soch kaltasimi? Soch kaltasi bor-u. Voy, biluvdim o'zi shunaqaligini. Nima unaqa qizlar bevafo bo'lib ketyapti? Nima shunaqa sevinch? O'g'lim, telefoning berib tur. Ha? Xo'p, shunday yoqib oling. Xo'sh, qizlarning SMS-larini o'chiramiz, galereyadagi hamma videolarni o'chiramiz, kirgan saytlarimning ro'yxatini o'chiramiz. Xullas, telefonda hech narsa qolmadi, bo'ldi. Mana yondi. Bo'ldi, mana. Soatini ko'rmoqchi edim. Nima?